Yomon botdi, og'ir botdi. Erim o'zini qilyapti. Xotini bu yoqda ishlayapti. Aya! Ha, nima bo'ldi? O'l bo'ldi, go'r bo'ldi, cho'l bo'ldi. Oyoqni mana temir tishlab oldi. Menga baqiryapsan, xuddi men aybdor-da. Endi nima qilishim kerak? Siz aybdorsiz, tushundingizmi? Shahlo, men Nargiqonda futbol ko'rib o'tirdim. Bu temirni Nargiqonda futbol ko'rmasa shuni ko'tarishganingizda shunaqa bo'lmasdi. Siz aybdorsiz. Voy. Takdagi yurishim yerdagi boli. Stigimdagi boli. Qo'rqitordingiz, ey? Men ham qo'rqib ketib, hozir men aybdormanmi? Ha, men aybdormanmi? Qo'rqitmaganingizda shu sinmasdi. Siz dastingizda hech narsa qolmadi, bilasizmi? Mana bittagi hamma narsalarni siz sindirgansiz. Mana qarang, idishlarim qolmadi. Yangi idishlar olib bering, yangi.